أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah barlıq şeyilərinin isimlərini insanların atası Adəmə öyrətdi. Ondan o şeyilərini pəriştilərə göstərib durub, orun basarlıqqa Adəmdən biz haqlıq deydigan qarışınlarda rastgele bolsanlar, bu şeyilərinin isimlərini mənə eytib beringlar dedi. Pəriştilər, ey Rabbimiz, biz seni bütün kəmçiliklərdən pak deb tanıyırıq. Biz sen bildirgəndən başqanı bilməyimiz. Şəksiz ki sen həmmini bilgüçsən, hikmət bilən iş qılğuçsən dedi. Allah, ey Adəm, ularga bu nərsələrinin isimlərini eytib bərgən dedi. Adəm ularga bu nərsələrinin isimlərini eytib bərgən çağda, Allah, mən sizlərə osmanlardakı və zimindəki g'ayiblarni şəksiz bilib turman. Sizlərning oshkori və yushurun ishinglarni bilib turman demaganmidim dedi. Öz vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. U sajda qilg'ili unamadi. Takabburlik qildi va kofirlardan bo'lib ketdi. Biz Odamga, ey Odam, sen ayoling Havvo bilan jannatda turgan. Sizlar jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar dedik. Shayton u ikkisini ma'ni qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqarg'izvatdi. Biz Odam, Havvo va Iblisga bir-biringlar bilan dushmanlashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida sizlarga vaqtliq yerlashish va uningdan bahramand bo'lish bor dedik. Odam Robbidan bir qancha so'z ta'lim oldi va tavba qildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Chunki Allah tavbani bakmu qabul qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. Biz ularga hammanglar jannatdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan hidoyat kelgan chaqda mening hidoyatimga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi dedik. Kafir bo'lgan va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ana shular do'zax ahlidir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni aslanglar. Menga bergan va'danglarga vafo qilinglar. Menmi sizlarga qilgan va'damga vafo qilaman. Sizlar mendan qo'rqinglar. Men qo'linglardagi Tavratni tasdiqlovchi qilib nozil qilgan Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni burmalab ozg'ini manfaatga setib etmanglar. Mangli taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga aralashtirmanglar. Haqiqatni bilib turib yoshirmanglar. Namozni mukammal ado qilinglar. Zakotni beringlar. Allohga ruku qilguvchilar bilan billa ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutib qolamsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib turibsizlar. Sizlar aqlinglarni ishlatmamsizlar. Sabr va namoz bilan Allohdan yordam tilanglar. Shaksizki namoz Allohga qalbidan bog'langan kishilardan boshqasiga ig'ir keladi. Allohga qalbidan bog'langanlar Rabbi bilan uchrashadiganligiga va uning dargohiga chuqum qaytib boradiganligiga jazman ishindigan kishilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va bir zamonlarda sizlarni butkul jahon ahlidan ustun qilganligimni aslanglar. Sizlar kishi kishiga qilchilik asqatmaydigan, Allah ijozat bermaguncha hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya elinmaydigan, kofirlar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida biz sizlarni Fir'avin guruhidan qutqizgan edik. Ular sizlarga azobning eng qattiqini tetiklatdi. O'g'illaringlarni bo'g'izlab,
qizlaringlarni ishqa selish uchun hayot qoldiratdi. Beshinglarga kelgan ashu ishda Rabbinglarning cho'ng siniqi bor edi. O'z vaqtida biz dengizni sizlar uchun yerib, yo'l ochib, sizlarni qutqizgan va Fir'avin guruhini ko'z oldinglarda g'arq qilgan edik. O'z vaqtida biz Musaga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni berishni va'da qilgan edik. U sizlardan ayrilgandan keyin sizlar o'zinglarga zulm qilib, Mozayni mabud qilib olgan edinglar. Shuningdan keyin aql tepib shukr qilishinglar uchun biz sizlarni afu qilgan edik. O'z vaqtida biz sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Musaga haqni botildan ayiruvchi kitob Tavratni bergan edik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mozayni mabud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mozayga cho'qinmaydiganlaringlar cho'qinganlarni o'ldiringlar. Bunda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir" degan edi. Sizlar buni o'rindidinglar. Shuning bilan Alloh tavbanglarni qabul qildi. Chunki Alloh tavbani haqiqatan bakmo qabul qilguchidir. O'z vaqtida sizlar: "Ey Musa, biz Allohni o'p-o'chuq ko'rmaguncha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglarda, qarab turgan chig'inglarda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lgininglardan keyin tirildirdik. Biz sizlarga bulutni soyivan qilib berdik. Sizlarga taranjevil halvasi bilan bödünü kavpini tushirib berib, biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yanglar dedik. Ammo ular ne'matlarimizga tuzkorlik qilib, bizga emas, balki o'ziga zulm qildi. O'z vaqtida ajdodlaringlarga bu shaharga, Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xoliqininglarcha kang tasha yanglar. Baytul Muqaddas darvozasidan hurmat bildirib, egilgan holda kiringlar. Ey Rabbimiz, bizni kechirgin denglar. Shunda qilsanglar, gunohinglarni mag'firat qilamiz. Ishni mukammal qilguvchilarga mukofotini oshirib beramiz degan edik. O'ziga zulm qilguvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. O'ziga zulm qilguvchilar yo'ldan chiqqanligi sababli ularga osmondan azob tushirdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga Hasan bilan toshni urg'in dedik. Musa hassi bilan toshni urivdi. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Har aymoq o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. O'z vaqtida sizlar shuncha esil ne'matlar bilan rizqlanib turib, ey Musa, biz bir xilli yemaklik bilan hargiz turolmaymiz. Sen biz uchun Rabbingga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan bo'libmi tarxamak, samsaq, yesimuq va piyozlarni o'stirib bersin degan edinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Undaqda sizlar shaharga kiringlar. Teligininglar shu yerda bor dedi. Ular xorliqqa, muhtojlikqa mahkum qilindi. Alloh tarafdan g'azabga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganligi, payg'ambarlarni nohaq o'ldirganligi tufaylidan bo'ldi. Bu yana ularning Allohga osiylik qilganligi va haddidan oshganligi tufaylidan bo'ldi. Shaksizki, bu ummat ichidagi mu'minlarga va yahudiylar, xristianlar, sabiiylar orasidan Allohga oxirat kuniga iymon keltirib, yaxshi amallarni qilganlarga Robbining dargohida mukofot beriladi. Ularga qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va tur tig'ini ustinglarga tiklab qo'yib, sizlarga Allohning azobidan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik.